Assalamu alaikum hörmətli televizor Görüvatqınınla Erkin Asiya Radiosu Tor Televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız hoş geldinler. Məzkur programımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib etməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehre. Dünya Uyghur Qurultayının 6-cı növbətlik vəkillər qurultayı 10 noyabrdan 12 noyabrgacha Germaniyanın München şəhərində ötküzildi. Dünyanın hər qaysı joylaridan kelgan 120 dan ortiq vəkil bu qitimki qurultayga qatnashdi. Bu qitimki qurultayda Uyghur Milliy Harakatining rahbari Rabia Qadir xonim Dünya Uyghur Qurultayining oliy rahbari deb e'lon qilindi. Dolqin esa Dünya Uyghur Qurultayining raisi bo'lib saylandi. Dünya Uyghur Qurultayining yangidan saylangan rahbarlik qatlamidagilar qurultayda so'z qildi hamda o'zlarining birlik va ittifoqlik ro'yi bilan xizmat qilib, Uyg'ur milliy davosini bir yangi pallaga ilib chiqishga tirishadiganligini bildirdi. Yaqında Şinjan televiziyasining Uyg'urcha bo'limi ishlab tarqatgan Mashrab programmasining 180 soni Qo'yiq qizil tashviqot mazmuni bilan to'lganligi uchun Uyg'ur jamoatining kuchli noroziligiga duch keldi. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'urlarning qadimiy madaniy meroslaridan bo'lgan Mashrab yig'ilishi xalq orasidagi ommaviy ko'ngil etish faoliyati hisoblanadi. Endilikda Xitoy hukumatining mushundaq bir san'at shaklini siyosiylashtirmoqchi bo'lishi Uyg'ur madaniyat san'atining qanday qismatlarga duch kelayotganligini ko'rsatib bermoqda. Uyg'ur ziyolilari bu haqda fikr qilib, bu xildagi Uyg'ur san'atini qizillashtirish urinishining Uyg'ur san'atiga qartilgan buzg'unchilik ekanligini ko'rsatdi. Turkiyada savdo qilayotgan Uyg'ur yosh Husayn Emin To'xtayan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dubay shahridagi musofirlar ishxonasiga panohlik tilovatga mazgilda Dubay soqchilari tomonidan qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, Husayn qo'lga olinishidan ilgari uning o'zimi Xitoy hukumati tarqatgan o'zini tutish haqidagi xalqaro buyruqdan xabardor bo'lgan ekan. Husaynning ayoli bu haqda ma'lumot berib, Husaynning ilgari Jingjuda oliy maktabda o'qiganligini, shu mazgillarda Urumchidan kelgan soqchilarning uni ko'p qitim izlab, uning ilgariki diniy bilim olgan tarixini surishti qilganligini, shuning bilan avorchilik uchrashdan qo'rqib, Turkiyaga qochib ketganligini bayon qildi. Muxbirlarimizning ahvol aniqlashlari davomida Uyg'urlar diyorida avj ilayotgan siyosiy harakatlar jarayonida bir qism oilalarda ota-onalarning tangla elib ketilganligi, buning bilan o'zining hojatidan chiqish iqtidori bo'lmagan ba'zi go'dak bolalarning bo'lsa butunlay qaranchuqsiz qilayotganligi ma'lum bo'lmoqda. To'qqizaq nahiyasidagi ayol siyosiy mahbusning qaranchuqsiz qolgan 10 yoshli kasal qizi Istanbulda sargardon bo'lib turayotgan 14 yoshli Hazrat Ali Ömer qatorliqlarning ana shu xil qaranchuqsiz bolalarning tipik misolidir. Muxbirlarimizning ahvol egalishi jarayonida To'qqizaq nahiyasi Buloqsuv yezisining o'zida 2500 dan ortiq kishining siyosiy sababdan o'xshash bo'lmagan qamoq jazosiga hukm qilinganligi oshkorlandi. Her yili 12 noyabrni muhaciratga Uyg'urlar zo'r dag'dug'i bilan tabriklamoqda. Chunki bu kunda Uyg'urlarning yaqinqi zaman tarixidagi ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati dunyoga kelgan kuni. Turkiyadagi Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati uyushtirgan faoliyatda ikki qitimliq Sharq Turkiston Jumhuriyati uchun hayotini taqdim qilgan shahidlarning ro'yiga duo qilindi. Bu yilmi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu bayramni qizg'in tabrikladi. Shvetsiya, Norvegiya, Qirg'izistondagi Uyg'urlarmi bir yerga jam bo'lib, Istiqlol marshi sadolari ichida bu xotira kunini qutlaqladi. İstanbul'daki Uyghur Akademiyasi bilan Ibn Khaldun Universiteti birlikte uyushtirgan Uyghur Medeniyeti Tadqiqoti temisidagi ilmiy muhokama yig'ini 11 noyabrdan 12 noyabrgacha davom qildi. Bu qitimqi yig'inda olimlar nuqtaliq qilib, O'rta Osiyo tarixida Uyg'urlarning madaniyat sohasida bayroqdorlik rol o'ynab kelganligi, shuningdek Uyg'ur tilining O'rta Osiyo madaniyat sohasiga qanday tarixiy to'kpilarni qo'shganligi haqida ilmiy muhokama yurgizdi. Yig'inga qatnashgan mutaxassislar bu haqda fikr qilib, Uyg'ur tili va madaniyati Uyg'urlar diyorida qattiq ta'qibga duch kelayotgan bir paytda mushundaq bir yig'inning echilishining zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Möhtərəm televizor köyküçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelar həftə görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.